Eslatib o'tamiz, ayni damda siz Munavvar Kun musiqiy dam olish dasturini jonli tarzda kuzatib bormoqdasiz va biz yuqorida ajoyib sahifani ko'rdik va o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ham ega bo'ldik. Bu nafaqat biz uchun, bolajonlar uchun ham foydali bo'lgan sahifa bo'ldi degan umiddamiz. Albatta. Dasturimiz boshida ta'kidlab o'tgandek, bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bioxilma-xillik kuni sanaladi. Shu maqsadda biz ham studiyamizga aynan Termiz davlat universitetining ekologiya kafedrasi o'qituvchilari Nurgaliyev Najmiddin, Choriy va Shahlo Qurbonov Furqat akalarni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kayfiyatlaringiz qanday? A'lo darajada. O'qituvchilarning o'zi erta tongga qanday boshlanadi? Har kunga kunlik tongingiz qanday? Ertalabki asosan bizlarda o'qituvchilarda ko'proq shu badan tarbiya mashqlari bilan boshlanadi. Undan keyin shu ish jarayonlari to'liq aytaylik o'sha auditoriyalarga kirish, dars berish jarayonlari, darsga tayyorgarlik jarayonlari, darsga tayyorgarlik jarayonlari bilan boshlanadi. Ta'kidlab o'tdik, ya'ni 22-may bioxilma-xillik kuni. Aynan mana shu bioxilma-xillik o'zi nima va uning inson hayotidagi ahamiyati qanday? Marhamat. Avvalambor bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deb qolamiz va bu savolingizga shunday javob beramizki, bu bioxilma-xillik nima? Bugungi kunda inson hayoti uchun qanday ahamiyatga ega degan savolga, ya'ni bu bioxilma-xillik bu tabiatdagi barcha tirik organizmlar, jonzotlar, bular hammasi yig'ilib bioxilma-xillikni tashkil etadi. Ya'ni bioxilma-xillikni o'zi biz 3 turga ajratishimiz mumkin. Birinchisi turlar bioxilma-xilligi, ya'ni turlar bioxilma-xilligi deganda o'sha tabiatdagi barcha o'simliklar bormi, hayvonot dunyosi bormi, bundan tashqari mikroorganizmlar, bularning hammasi o'sha turlar bioxilma-xilligiga misol bo'ladi. Ikkinchisi esa genetik bioxilma-xillik. Bu genetik bioxilma-xillik o'sha aynan bir turga xos bo'lgan yoki o'simlik naviga xos bo'lgan, bular genetik jihatdan farqlanadi bir-biri bilan va shu bilan birgalikda populyatsiya bilan bevosita bir-biridan ajralib turadi. Uchinchisi esa ya'ni tabiiy bioxilma-xillik, ya'ni ekosistema deb aytiladi. Bunda esa mana aytaylik tabiatdagi o'sha o'rmonlar, daryolar, dengizlar bularni o'z ichiga oladi. Va bioxilma-xillikni bugungi kunda inson hayoti uchun qanday ahamiyatga ega? Bu bilasizmi? Biz o'sha bioxilma-xillikni oddiygina aytaylik bir hasharotlarni biz unchalik darajada e'tibor qaratmaymiz. Ularni aytaylik foydasi inson uchun qanchalik katta ekanligini biz buni tushunib yetishimiz kerak. Misol uchun birinchi navbatda oziq-ovqat. Ya'ni o'sha tabiatdagi barcha o'sha o'simliklar, hayvonlar bular insonlar uchun oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirib beradi. Boya yuqorida aytib o'tdimki, o'sha hasharotlar haqida aytib o'tdim. Agarda o'sha hasharotlar mana arilar yoki bo'lmasa kapalaklar, turli xildagi o'sha hasharotlar bo'lmasa, o'simliklarni changlatmaydi. Bu o'simliklar changlanmagandan keyin, demak bizga ma'lumki, o'sha hosil, ya'ni meva hosil bo'lmaydi. Ya'ni oziq-ovqat tanqisligiga yuz tutadi. Ko'ryapsizmi? Oddiygina bir hasharotni aytaylik o'sha ekotizmdagi foydasi. Bundan tashqari aytaylik inson sog'ligi uchun, salomatligi uchun dori-darmon vositalarini tabiatdan bilasizmi, biz qancha aytaylik turli xildagi o'simliklardan yoki bo'lmasa turli hayvonlardan qancha aytaylik dori vositalari tayyorlanadi. Albatta. Bularni biz alohida e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kundagi o'sha insonlarda ekotizmning foydasi shuncha bo'lishiga qaramasdan, ya'ni ko'p bo'lishiga qaramasdan, so'nggi yillarda turli xildagi o'sha tabiatdagi o'sha tirik organizmlar, ya'ni hayvonlar, o'simliklar sonini, ya'ni oxirgi yilgi ma'lumotlarga ko'ra 40% yo'qolib ketish arafasida turibdi. Biz buni to'liq anglay olishimiz kerak bo'ladi. Hali juda ko'plarimiz to'liq uni ongimizga singdirib olganimiz yo'q. Ertangi kunga bundan 5 yildan keyin nima bo'ladi? 10 yildan keyin nima bo'ladi? Borinki 50 yildan keyin nima bo'ladi? Qanday ahvolga tushamiz? Mana bularga biz alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Keling, mana shu joyda aytib o'tsangiz, mana shu yo'qolib kamayib boryapti tobora demoqdasiz. Buning oldini olish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda yoki nimalar qilish kerak? Shuni ham aytib o'tsangiz.
to'g'ri aytdingiz. Bu borada mana oddiygina o'simliklarni oladigan bo'lsak, mana o'sha muhtaram prezidentimiz tomonidan Yashil makon dasturi loyihasi amalga oshirilyapti. Buni biz alohida e'tirof etishimiz kerak. Bunda aytaylik, o'sha ko'chat daraxtlarini ekish, ko'chatlar va daraxtlarni ekish yo'lga qo'yilyapti. Bundan tashqari o'sha maxsus o'sha qo'riqxonalarda hayvonlar va o'simliklarni aytaylik o'sha turlarini yoki navlari yo'qolib ketishini oldini olish maqsadida maxsus himoya qilinyapti. Shularni aytishimiz mumkin. Ustoz, Har bir foydali narsani o'ziga yarasha bir xavf xatari ham bo'ladi, unga tahdid soladigan narsalar ham bo'ladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda aynan mana shu bioxilma-xillikka tahdid solayotgan omillar qaysilar? Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mavzumizga bevosita aloqador bo'lgan ma'lumotlar haqiqatan ham bugungi kunda O'zbekistonda bioxilma-xillikka xavf solib asosiy omillar mavjud. Bular birinchi navbatda iqlim o'zgarishi, ya'ni haroratning ortishi va yog'ingarchilik rejimining o'zgarishi bilan birgalikda cho'llanish jarayoni ko'payadi va natijada unda yashovchi tirik organizmlar hayotiga xavf soladi. Bu birinchi omil. Navbatdagi omil esa suv resurslarining kamayishi. Masalan, birgina misol, Amudaryo va Sirdaryo suv sathining keskin kamayishi natijasida Orol dengizining qurib bitishi va unga yaqin bo'lgan barcha ekosistemalarning salbiy o'zgarishi, bu ham barcha tirik organizmlar uchun xavf tug'dirgan asosiy omil bo'lib sanaladi. Navbatdagi omil esa qishloq xo'jaligi tarmog'idan noto'g'ri foydalanish, ya'ni qo'llanilishi. Masalan, qishloq xo'jaligi tarmog'ida noto'g'ri agrotexnik tadbirlarning amalga oshirilishi, pestitsidlar va kimyoviy o'g'itlardan me'yoridan ortiq foydalanish va bu tuproq strukturasining o'zgarishi, ifloslanishi natijasida unda yashovchi barcha tirik organizmlarni ham xavf ostida qoldirishi navbatdagi omil. Va bundan tashqari chiqindilar, ya'ni sanoat chiqindilari. Bu ham havoni ifloslashi, suvning ifloslashi, tuproqning ifloslanishi natijasida undagi flora va faunaning zarar ko'rishi ham bugungi kundagi xavfli omillardan biri hisoblanadi. Navbatdagi omil esa shaharlashuv va urbanizatsiya, ya'ni infratuzilma tarmoqlarining kengayishi. Masalan, shaharlar tarmog'i kengayadi, ko'chalar kengaytiriladi. Natijada tirik organizmlar yashovchi tabiiy maydonlar areali qisqaradi. Ular esa tabiiyki migratsiyaga olib keladi. Bu ham ma'lum bir noyob turlarning kamayishi, arealning qisqarishi bilan birgalikda asosiy xavf soluvchi omil hisoblanadi. Bu esa bugungi kunda O'zbekistonda bioxilma-xillikka xavf solib turuvchi asosiy omillar hisoblanadi. Mahalliy yoki xalqaro darajadagi loyihalar ham bor mana shu bioxilma-xillikni saqlab qolish uchun. Avvalambor assalomu alaykum. Mahalliy va xalqaro loyihalar mavjud. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi va xorijiy hamkorlar bilan birgalikda global bioxilma-xillik haqidagi dastur erta harakatlarni qo'llab-quvvatlash loyihasi amalga oshirilmoqda. Avvalambor birinchi o'sha bioxilma-xillikni asrash, saqlash to'g'risidagi dastur 1998-yilda qabul qilingan. Ikkinchi dasturi esa 2019-yilda, uchinchi dasturi esa 2022-yilda qabul qilingan. 2019-yil 11-iyunda Vazirlar Mahkamasining 484-sonli qarori bilan 2019-28-yillar mobaynida bioxilma-xillikni asrash strategiyasi qabul qilingan. Bu esa o'z navbatida o'sha bioxilma-xillikni asrash bo'yicha ko'plab loyihalarni amalga oshirishga yordam bo'lyapti. Avvalambor boshida savol bo'ldi, bioxilma-xillikni asrash bo'yicha bugun qanday ishlar qilinmoqda degan savol bo'ldi. Bunga ham javob berib o'tsam, respublikamizda muhofaza etiladigan tabiiy hududlar mavjud. Bularni biz 5 ta turga bo'lib o'tamiz. Bugungi kunda respublikamizda 7 ta davlat qo'riqxonasi, 12 ta milliy tabiat bog'i, bitta landshaft majmua buyurtmaxonasi va bitta jayron pitomnigi mavjud bo'lib, bular bugungi kundagi bioxilma-xillikni asrashga juda katta o'z hissasini qo'shyapti. Jumladan umuman o'sha qizil kitobga kiritilgan hayvonlar turi, ya'ni umurtqali hayvonlar turini 83%ni shu muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda saqlanyapti.
o'simliklarning 89% saqlanmoqda. Bundan tashqari 2025-yil ma'lumotlariga qaraganda bugungi kungacha respublikamizda 14%, ya'ni 6,321 million gektar muhofaza etiladigan tabiiy hududlar bor. Bu 2017-yilga nisbatan juda ko'p. Ya'ni 2017-yilgacha bo'lgan maydon respublikamiz hududini 5%ni tashkil etgan. Mana bugungi kunda mana shu bioxilma-xillikni yosh avlodga singdirish uchun, o'rgatish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda, qanday metodlardan foydalanilmoqda? Bu bo'yicha 3 ta asosiy yo'nalish bo'lishi kerak. Bular ta'limiy tashabbus bo'lishi kerak, ijtimoiy tashabbus bo'lishi kerak hamda hamkorlik va qo'llab-quvvatlash tashabbusi ishlashi kerak. Masalan, ta'limiy tashabbusda maktab hamda oliy o'quv yurtlarida ekologik ta'limni kuchaytirish. Masalan, ularda o'quv jarayonida avvaldan mavjud bo'lgan amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya mashg'ulotlari mavjud. Endi bugungi kunda muammo sifatida qaralayotgan va xavf ostida turgan ekotizimlarni, turlarni mavzu sifatida kiritish va ularning dolzarbligini, ahamiyatliligini oshirish bu ta'limiy tashabbusga kiradi. Hamda ekologik klublar va to'garaklar tashkil qilish va klublarga o'quvchilarni jalb qilish orqali daraxt ekish, chiqindilarni saralash va suv resurslarini tejash bo'yicha loyihalarni amalga oshirish. Bu ta'limiy tashabbus. Ijtimoiy tashabbusda esa ekologik aksiyalarni ko'paytirish. Masalan, yashil hafta, daraxt ekish kuni, chiqindilarsiz kun kabi tadbirlarni kengroq nishonlash, ko'proq nishonlash. Hamda bundan tashqari eko blogerlarni faoliyatini kuchaytirish. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar orqali aholini ekologik savodxonligini oshirish. Bu ham ijtimoiy tashabbuslardan biri hisoblanadi. Endi keyingi tashabbuslardan biri bu hamkorlik va qo'llab-quvvatlash, ya'ni bizning tilda ko'p qo'llaniladigan motivatsiya. Ya'ni qanday? Xo'p, yoshlarni, ayniqsa ekofaol yoshlarni rag'batlantirish. Ularni eko liderlar deb tan olish va ular amalga oshirayotgan loyihalarni qo'llab-quvvatlash. Hamda navbatdagi yana bir asosiy masala raqamli resurslar va interaktiv materiallardan kengroq foydalanish. Masalan, ekologik muammolarga bag'ishlangan mobil ilovalar yaratish hamda o'yinlar tashkil qilish va video darslar tarmog'ini kengaytirish kerak deb hisoblayman. Bular bugungi kunda yoshlar ongida bioxilma-xillikka bo'lgan yana ham kengroq tushunchalarni shakllantirish uchun xizmat qiladi deb hisoblayman. Rahmat. Hozir siz yuqorida yoshlar ongini rivojlantirish, ya'ni ekologiya sohasi bo'yicha rivojlantirish uchun bir qancha ma'lumotlarni aytib o'tdingiz. Mana shulardan qaysi biri aynan Termiz davlat universitetida tashkil etilgan, ya'ni qanday tanlovlar tashkil etilgan bioxilma-xillikni asrash bo'yicha? Men javob bersam. Bizni universitetda eko volontyorlar guruhi, Telegram guruhida ochilgan. Ya'ni bular yoshlarimiz, talabalarimiz tomonidan, ko'ngilli talabalar tomonidan o'sha ekologik jarayonlarga befarq bo'lmagan holatda, misol uchun chiqindisiz kun yoki avtomobilsiz kun, piyoda yurish kunlarini o'tkazib kelmoqda va o'zlarining ishlarini ijtimoiy tarmoqlarda yoritib kelishmoqda. Aynan bizni universitetda eko volontyor guruhi faoliyat ko'rsatmoqda. Albatta, yuqorida juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Eng avvalo inson o'zidan boshlash kerak. Albatta o'zi mana shu natijani ko'rsatsagina boshqalarga ham o'rnak bo'la oladi. Va yana bir narsani aytib o'tdingizki, blogerlar. Bu haqiqatan ham mana shu daraxt ekishmi, chiqindilarni tashlamaslikmi yoki bo'lmasam tabiatga bir foydali bir ish ko'rsatadimi, buni mana shu o'zi yoritib borilsa, albatta bu boshqalarda ham mana o'zi uchun tushuncha hosil qiladi va ularda ham mana shunday harakatni boshlashga zamin bo'la oladi deb umid qilamiz. Va bugungi dasturimizga kelganingiz uchun sizlarga tashakkur bildiramiz. Albatta ajoyib suhbat uchun, ajoyib foydali ma'lumotlar uchun sizlarga yana bir bor tashakkur bildiramiz. Ana endi esa dasturimiz, suhbatimiz yakunida sizlardan bizni kuzatayotgan aziz teletomoshabinlarimizga salom, tabriklar, tavsiyalar bo'lsa tinglaymiz, marhamat. Avvalambor mana shunday dasturga taklif qilinganligimiz uchun biz juda ham xursandmiz, chunki faqat auditoriyada bo'lishish emas, o'zimizdagi bor bilimlarni nafaqat mana shunday ommaviy axborot vositalari orqali ham bo'lishsak, biz ustozlar o'z niyatimizga yetdik deb hisoblaymiz. Hammaga a'lo kayfiyat tilayman.
kuningiz mazmunli o'tsin, xayrli o'tsin. Barchangizga bugungi kuningiz muvaffaqiyatli o'tishini tilab qolaman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Taklif uchun rahmat. Albatta. Albatta sizlarga ham tashakkur. Azizlar, biz esa ajoyib suhbatdan so'ng dasturimizni yana davom ettiramiz. Aytib o'tganimizdek, bizda ajoyib sahifalar bisyor. Bizda navbatdagi sahifa esa kitobxonga tavsiyalar sahifasi. Birgalikda tomosha qilamiz. Undan so'ng yana dasturimizni davom ettiramiz. Marhamat. Marhamat.